12 qism. Chunki kelarki daqiqada qandoq ish yuz berdigini hammasiga noma'lum bo'lib, ular bir-biriga xuddi qandoq qilamiz degan savolda qarab turibdi. To'satdilar. Yerning tavrishi to'xtab, xuddi bu yerdan bir eshik ochilib qolgandek, butunlay uzun hosiga tayinib olgan oq chashliq, yuzlarini qo'riq bosgan bir mo'may ularning oldida paydo bo'ldi. Onun kimligini bilinmay, hammaylan tangla orqasiga chekinishi bilan tang mo'maydan sado chiqdi. Onun ovozi to'limi mehribon, muloyim bo'lib, hammaylarni hayron qoldiribdi. Ular uning u yerga qandoq paydo bo'lib qolganligini bilinmay, uning zodi nima deydiganligiga qiziqib, eg'izlarini o'mallaganicha ko'zlarini yo'g'on ichib tikilib qarashib turdi. Mo'may ularga surgun qiyofatda monolarni deyishga boshladi. Bolalarim, devlar makoniga kelganinglarni qizg'in qarshi olaman. Bu yerda sizlar bir umr yetib yesanglarmi oshqudak katta mol dunyo, unchi marvoyitlar haddi hisobsiz. Shulardan xohlaganni elib chiqib ketish fursatinglar bor. Chunki sizlar bu yerga kelguncha nurg'unlagan jafo mushaqqatlarni yengib, nurg'unlagan sinoqlardan o'tib, ondan bu sharafga noil bo'ldinglar. Mo'mayning so'zining oxiri tugamasdilla, turg'un eg'iz ichib so'zlashga boshladi. Yo'q mo'ma, agar biz bu yerga mol dunyo uchun kelgan bo'lsak, allaqachon bu o'rdaga yangi kirgandilar. Buning ishidagi oldimizga uchirganligi zibo-zinnat. Uncha marjonlarni olib chiqib kelsakmi bo'ladi. Lekin bizning asosiy nishonimiz devlar podshoyini tepib, uningdan do'stimizning qisosini elish. Turg'un dadil holatda so'zini davom qilib tugatgandan keyin mo'may Turg'unga qarab bir hoza kulib ketgandan keyin "Hey bolam, sen to'limi sodda ekansan. Sen o'zingning hozir qadam bosgan bu joyning qandoqcha ekanligini toza bilmay qolgandek tursan-a? Bu bo'lsa, nomi jahonga pur ketgan eng razil, badbashir devlar o'rmonligi. Balkim sizlar keyingi minutda qanday holatda o'ladiganliklarini bilmasliginglar mumkin. Shunga eng yaxshisi qisos elish niyatinglarda yenib, o'z yurtinglarga berib, omon eson, xotirjam turmushinglarni o'tkazguninglar yaxshi. Lekin sening boyiqi so'zlaringdan yanala irodangning qaytmaydigandek his qildim. Sana oldin ola eskartib qo'yay. Agar sen devlar podshoyining yeniga bormoqchi bo'ladi ekansan, mushiyadan kun chiqish tarafga o'tdul mengib, 7 kunlik yo'ldan oshqandilar, ondan devlar podshoyining yeniga yetib bora olaysan. Lekin devlar podshoyining yeniga yetib berishdan burun sizlarga dahshatli bir ko'l uchraydi. Shu ko'ldan o'tib chiqqandilar, devlar podshoyi bilan yuz ko'risha olaysan. Afsuski, shu ko'lning o'zidila balkim u dunyoga ketib kelishing mumkin va yoki qo'llingdan ketib kelishing mumkin. Chunki u ko'lga kirganligi odam sog' chiqmaydi. Shunga eng yaxshisi bu niyatingdan yon. Mo'may so'zni to'ktibla Turg'unlarga qarab, "Xo'sh bolalarim, sizlarga omad yor bo'lsin" deganicha qandoq paydo bo'lgan bo'lsa, shu holatda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Turg'unlarmi texi so'zning oxirini davom qilib, mo'maydan so'rmoqchi bo'lgan nurg'un savollarini tilining uchiga qiyilib, so'rashga amalsiz holatda mo'mayning bayiqi deganlarini o'ylab, joyida qoqqan qo'ziqdek turib qoldi. Atrofdagi Validan yana ovoz chiqishga boshladi. Birodarlar, bu qayr mo'mayning deganlarimi o'g'irliqdek turdi juma. Eng yaxshisi bag'o orqamizga yinib, bu nasbasqan joydan tezroq ketib olaylik. Bo'lmaydi-ki, kunimiz tez bo'g'idek. Turg'un Valining so'zlarini anglab, "Qarg'anda qo'qqan o'xshamamsa, qo'qqan bo'lsan orqangga yinib, o'zing xolgancha unchi marjonlarni elib uyga qaytib ketsan bo'ladi." Vali Turg'unning ochiq aralash tani so'zlarini anglagandan keyin g'ururiga tegdi bo'lg'ay. "Mundaqli dedim-ey bu gapni. O'limnimi ko'midim, tam billi ko'ramiz. Kim biladi, tig'i devlar podshoyining qishiq bag'inda bundan ko'p haddi hisobsiz mol dunyo ham sehrgarlik erishib qolamanmi tig'i? Agar rostli sehrgari o'ylinib qolsam bag'o, mahallimizga necha qiz bolaga sehrni ishlatib keltirib, bir umr baxtning huzurini surman emasmi? Ha, bo'ldi.
yo'limizni davom qilaylik. Turg'un Valining so'zini anglagandan keyin shundoq deb qo'yib, yana atrofdagi boshqalarga qarab, Navoda hozir to'pdan chekinganlar bo'lsa, chekinsanglar bo'ladi. Biz hech qaysimiz boshqacha o'ylab qolmaymiz. Navoda yana davomli oldiga mengib, Tursunning qissasini olima deb o'ylaydiganlar bo'lsa, menga ergashsanglar bo'ladi. Tanlash o'zinglarda. Qani, 5 minut qaror chiqaringlar. hammalarning o'ni birdala ichiga tushib ketdi. Vali tuyuqsizlar. Ha bo'ldi. Hamma birodarlar qaysarlik bilan mush ishga otlangan ekan, o'xshashlar. Yanada davomlashtiramiz. Qanday dedan birodarlar? Deganicha atrofdagilarga qaradi. Atrofdagilar bo'lsa, nima deyishini bilmay qilyotdi. Afsus, atrofdagi ishkaylarning gapi boshqacha bo'ldi. Birodarlar, meni odam sal qiyroqdi. Shunlashqa keyingi umrda men bo'lmasam bo'lmaydi. Men eng yaxshisi uy qaytib, onamning holidan xabar olsam bo'larmiki? Uning so'zining tugashiga ergashibla yana birsi. Boyiq mo'mayni deganlarmi o'g'irliqdek turdi. Eng yaxshisi orqamizga yansaq bo'larmikan? Atrofning mana shundoq cho'lib ketish oldida turganligini ko'rgan Turg'un. Bo'ladi. Orqanlarga yansaqlar tamoman bo'ladi. Unda qolgan to'timiz yana yo'limizni davom qilaylik. Sizlar yo'lda qaytqucha o'zingizlarga ko'p diqqat qilinglar birodarlar. Xo'shamsa, omon bo'lsak yana yurtga borganda ko'rishamiz. Deganicha xo'shlashib, qolgan 3 birodarni boshlab birlikda oldiga qarab mangdi. Ular ming bir jafo mushaqqatda nurg'un davolardan eshib, cho'llarni kesib, 7 kunlik musofani besib o'tgandan keyin oxir yilqi Mo'may degan ko'lning yeniga keldi. Bu ko'l shunchalik tinch va subsuzuk bo'lib, qarmoqqa hech qanday bir xiyim xatiri bordek tuyulmaydi. Ko'lning oldi tarafida maxsus bir o'yma tosh bo'lib, toshning ustiga alohida askartish berilib, ushbu cho'l faqat devla makoniga xos. Odamzotlar kirgan ekan, hayot qilishidan umid kutmasin deb yozilgan edi. Valining sho'xligi yana tutdi. Ular bizni qasddan qo'rqitish uchun mana shunday gap qilgan gap. Hey bo'ldilar, hey. Men baldura kirgach turay, birodarlar. Sizlarni orqamdan kelinglar juma. Deganicha ko'lga sakrab, xuddi noma'lum bir narsa shumib akirib qolgandek atrofdagi boshqalarning oldidan g'oyib bo'ldi. Turg'un bo'lsa, balkim ichida bir maxluq bo'lib qolsa, biz aniqli uning qo'liga tushib qolamiz. deganlarni o'ylab, sumkadan yo'g'on bir org'amchini chiqardi-da, atrofdagi boshqalarning qo'liga tutqizib, hammasi ko'lga sakrashdi. Ko'lga kirgandan keyin ular xuddi yana noma'lum bir shaharga kirgandek boshqacha holatda ko'z oldidan oyilinishga boshladi. Ular sakragan bu yerning holati sal boshqacharoq bo'lib, yer osmonda, osmon taraf bo'lsa yerda edi. Shu xil olmash holatda ularning atrofida nurg'un odamlar o'z ishlarini qilish bilan mashg'ul bo'lib o'tadi. Bu zada nima ishdu deganlarni o'ylaganicha Turg'unlar yana burunqiga o'xshashla atrofni ko'zitishga boshladi. Bu yerdagi kishilar hammasi o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lganligi uchun Turg'unlar hech qanday yepuchi topolmay o'tadi. Ular shunda qattiq ehtiyotkorlik bilan ish qilgach, to'satdan ko'ziga oldi tarafda turgan noma'lum bir xil kunubka ularning diqqatini o'ziga tortdi. Ular bu zada nima deganlarni o'ylaganicha u kunubka tarafga yaqinlashdi. Ular kunubka tarafga yaqinlashgan sari atrofdagi kishilar ularni u tarafga bormasligini shuncha ogohlantirgan bo'lsa-mu, lekin ular oldiga qarab mengayverdi. Tega ularni to'sqanlar bo'lsa, urib degudak o'sha kunubka tarafga yaqinlashib mangdi. Turg'un kunubkani barli besish bilan tang butun yer zamin qattiq titrab, hamma narsalar ostin ustin bo'lib, cho'ng qilgan ovoz bilan tang hamma tinch holatga o'tdi. Mana amdilikda ushbu safarda hayot qolgan odam faqat 2 edi. Ya'ni boyiqi ko'lga kirishdan voz kechgan ikkisi bo'lib, ular qaytish yo'lida na mol dunyo va yoki har xil unchi marjonlardan jenini oran saqlab degudek yurtga qaytib olgan edi. Aslida Turg'unlar kirgan yiliqi ko'l bo'lsa, devlat podshoyi olayda yasab chiqqan ko'l bo'lib, o'sha kunubkaga yetishmagan bo'lsalar, balkim hamma ishlar ko'ngildagidek normal holatda o'tgan bo'ladi. Lekin ular bu kunubkaga yetishib, asli normal holatdagi tabiiy qonuniyatni o'zgartib, bu yerni ostin ustin qilib vayron qilib o'tgan edi. Tursunning o'limining sirimi mana shundoq jimjitla, o'n-tinsiz, yeshilmas sir bo'lib saqlandi. Yurtga qaytgan yiliqi ikkisi bo'lsa, yo'lda qaytqicha har xil qo'rqinchli maxluqlarga to'la uchrab, kollasidan ezib, saran bo'lib qolgan edi.
Mana mushundaqla taklimakandan boyliq izdash o'yi bo'lgan bu yoshlarning hikoyasimi mana mushundaqla bir afsonaga aylandi. Aziz anglovchilar, sizlar yoqtirib anglayotgan taklimakandan boyliq izdash nomli asarning bugungi qismi mushu yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anglaganinglarga rahmat.